Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Bizning jonajon O'zbekistonimizda keyingi yillarda mamlakatimiz hududidagi nomoddiy madaniy meros namunalarini o'rganish, ularni saqlash, kelgusi avlodga yetkazish, ularni ilmiy o'rganish borasida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan doston ijrochiligi, baxshi ijrochilik san'ati yo'nalishi bo'yicha ham juda olamshumul ishlar amalga oshirildi. Mana 2017-18 yildan boshlab doston ijrochiligi, baxshi san'atini qaytadan tiklash, ularni rivojlantirish, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa ularni tuzatish, dunyoga tanitish hamda dunyodagi baxshichilik san'atini bilan mamlakatimizning aholisini tanishtirish maqsadida qator festivallar, tanlovlar o'tkazib kelinmoqda. Xalqaro festival o'tkazildi. Bu orada baxshi san'ati UNESCOning nomoddiy madaniy meros yo'nalishidagi o'sha reprezentativ ro'yxatiga kiritilishi juda muhim voqea bo'ldi. Baxshi san'atini rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda yana bolalar musiqa maktablaridan boshlab o'rta ta'limda, hatto oliy ta'limda ham, oliy musiqiy ta'limda ham baxshi san'ati, dostonchilik san'atini rivojlantirish bo'yicha kadrlar tayyorlanish yo'lga qo'yildi. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarimizni his qilishimiz uchun bugundan boshlab mana shu O'zbekiston tarixi kanalida baxshichilik san'atini tarixi, ularning ildizlari to'g'risidagi bir turkum ko'rsatuvlar tayyorlash rejalashtirilgan ekan. Bugun birinchi ko'rsatuvda o'tiribmiz. Mana bugungi ko'rsatuvda men o'ylaymanki, O'ktamjon, iloji bo'ladigan bo'lsa shu teletomoshabinlarimizni O'zbekistonning hududidagi baxshi san'atini yo'nalishlari, ijro yo'llari to'g'risida umumiy bir ma'lumot berib, keyin qatorasiga o'sha Qashqadaryo maktablari, Surxondaryo maktablari, Xorazm maktablari, Qoraqalpoq maktablari to'g'risida qator ma'lumotlar bersak, menimcha to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Avvalo bizning O'zbekistonimizning hududida o'ylab qaraydigan bo'lsak, ijro uslubi deb atasak, menimcha buni to'g'ri bo'ladi. 3 ta ijro uslubi mavjud bizda. Birinchisi bu Surxondaryo va Qashqadaryoga xos bo'lgan ijro uslubi bo'ladi. Bunda ijro uslubini boshqa ijro uslubidan farqli tomonlari shundan iboratki, boshqa dostonchilik yo'nalishida ham cholg'u bor, terma aytish bor, doston aytish bor. Lekin uni uslubi boshqacharoq bo'ladi. Aytilikki, Surxondaryo, Qashqadaryodagi hozirgi kunda saqlanib qolgan uslub muqaddam aytilikki Navoiyda, Samarqandda, Toshkent viloyatida va boshqa viloyatlarda ham bo'lgan. Lekin hozirgi davrga kelib nisbatan yaxshiroq saqlanib qolgan joyi bu Surxondaryo va Qashqadaryo bo'lganligi uchun Surxondaryo va Qashqadaryo uslubida hozir nomlashga biz qaror qilganmiz va keyingi adabiyotlarda ham xuddi shunday bu ijro uslubi nomlanib kelyapti. Bundan boshqa yana bitta uslub borki, bu Xorazm ijro uslubi. Xorazm ijro uslubida muqaddam dutor bilan ijro etilgan. Bu yerda do'mbira bilan bo'ladigan bo'lsa, u yerda dutor bilan ijro etilgan. Lekin ma'lum bir davr o'tgandan keyin o'sha bolabaxshi Abdullayev tomonidan kiritilgandan keyin tor bilan ijro etish u yerda rasm bo'lgan va torni yonida bo'lamon cholg'usi hamda doira cholg'usi jo'r bo'ladi. Xorazm ijro uslubida cholg'ularni boshqa cholg'ular bo'lganligidan, cholg'ular soni oshganligidan tashqari yana ularda ochiq ovoz bilan kuylashadi. Endi bu Surxondaryo, Qashqadaryo uslubidan farqli tomoni shundaki, ularni doston qo'shiqlari nisbatan xalq qo'shiqlari sifatida xalqning ichiga juda ham kirib ketgan. Aytaylik, shu Komiljon otani yozib ham o'zi aslida boshlanishda baxshi bo'lgan u odam. Baxshilarga o'xshab, chunki Komiljon otani yozibni ijro etgan asarlarni juda ko'pchiligi o'sha dostonlarning qo'shiqlarini ijro etgan. Xalqqa juda ham ko'p singib ketgan. Endi bundan tashqari yana bizning O'zbekistonning hududida Qoraqalpog'istonda ijro uslubi bor. Qoraqalpog'istonda ijro uslubini o'zi 2 xil ijro uslubi bor u yerda. Birinchisi bu ularni baxsi deydi. Baxsilar bular erkak kishi ham bo'lishi mumkin, ayol kishi ham bo'lishi mumkin. Ular baxsilar demak olamo'ynoq dutor deb aytiladi. O'zlarining Qoraqalpoq dutori bor. Ularda nimasini o'rniga oldin ichak qilingan bo'lsa, hozir uni o'rniga sim, metal sim qo'yilgan bo'ladi va ular doston kuylaganda ularning yonida sozandalar jo'r bo'ladi va bo'lamon degan cholg'u bor. Hamda
an'anaviy g'ijjak 3 ta torli g'ijjak bo'ladi, g'ijjak bilan jo'r bo'ladi. Ular demak boyaga aytganimizdek bahsi erkak kishi ham bo'lishi mumkin, ayol kishi ham bo'lishi mumkin. Undan tashqari Qoraqalpog'istonda jirov san'ati bor. Jirov degani bular jirovlar qo'biz bilan kuylashadi. Qo'biz bilan yakka o'zi kuylaydi va ular ichki ovozda kuylaydi. Xorazmdagilar ochiq ovozda bo'ladigan bo'lsa, bahslar ochiq ovozda bo'ladigan bo'lsa, jirovlar bilan demak Surxondaryo, Qashqadaryo bahslar ular ichki ovozda kuylashadi. Endi shu bilan birgalikda bularning repertuarida ham farqi bor. Qoraqalpog'istonda Qoraqalpoqlar bahslar faqat bular lirik, sevgi, muhabbat, ishq to'g'risidagi dostonlarni kuylaydigan bo'lsa, jirovlar faqat qahramonlik dostonlarini kuylaydi. Endi bugungi ko'rsatuvimizni boshlanishida iloji bo'ladigan bo'lsa, shu kengroq yoyilgan dostonchilik maktablari to'g'risida suhbatni keling Qashqadaryodagi tarqalgan ijrochilik maktablarini tarixi to'g'risida to'xtalsak. O'ktamjon, siz mana ancha yildan beri bevosita shu aytaylikki ekspeditsiyalarga chiqib hamda o'zingizni hozirgi nima deymiz olib borayotgan faoliyatingizda doston ijrochiligi, baxsh san'atiga juda katta e'tibor beriladigan darajadagi ishlarni amalga oshiryapsiz. Rahmat, O'rozali aka, mana yuqorida aytib o'tganingizdek, bizni O'zbekiston hududida bir nechta dostonchilik maktablari, an'analari bor. Bu katta ustozlar, folklorshunos olimlar, Xodis Zaripov va To'ra Mirzayevlar, akademiklar yozib qoldirgan manbalarda ham bor, boshqa olimlar izlanishlarida ham keltirilgan manbalardan suyanadigan bo'lsak, mana shu markaziy nima deydi, dostonchilik maktablari deb Samarqand dostonchilik maktablarini aytib o'tgan. Qo'rg'on dostonchilik maktabi, Narpaydagi dostonchilik maktab va Bulung'urdagi Fozil Yo'ldosh o'g'lini davom ettirgan dostonchilik maktab an'analari ko'pchiligimiz bilamiz. Va Surxondaryo, Qashqadaryo hududida shunday maktablardan Sherobod dostonchilik maktabi, Kofurin Surxondaryo hududidagi Kofurin dostonchilik maktabi, Beshqo'ton bu variant ham deyiladi. Bir Sherobod maktabi bilan Kofurin maktabidan juda ham katta farq qilmasa ham kichik jihatlar bilan farq qiladi. Ustozlari o'rgatgan an'analar bo'yicha Beshqo'ton maktabi ham deb aytsak bo'ladi. Va keyin Qashqadaryo hududida Shahrisabz dostonchilik maktabi, Qamay dostonchilik maktabi va Chiroqchi dostonchilik maktabi mavjud bo'lgan. Biz ko'p konferensiyalarda, ko'p nimalarda muloqot qilganmiz. Shomirza aka Turdimov, professor, filologiya fanlari doktori, ustoz aytib qoldi. Shu har safar aytardi, eshitganim. Biz ko'p maktablarda bilmayapmiz, qanday ijro uslubi bo'lgan. Bizga armon, masalan, Abdulla Shoir qanday aytgan? Ijro uslubi qanday bo'lgan? Shahrisabz maktabi deb eshitganmiz, Abdulla Shoir deb eshitganmiz, lekin u kishining ovozini eshitmaganmiz. Afsuski, saqlanib qolmagan dedi. Mana shu biz ham yo'q ekan deb yurgandik. Siz ham biladigan Farg'onadagi, Buvaydadagi Muhammad Sodiq aka, usta. Rasul qori aka, Mamadaliyevning o'g'illari bir kun qo'ng'iroq qilib qoldi. O'ktamjon, siz shu baxsh san'ati bo'yicha tadqiqot qilyapsiz. Men Facebookda, ijtimoiy tarmoqda kuzataman siz ishlaringizni. Biz endi ekspeditsiya jarayonida ham ko'p yozlik xonadonga borganmiz, birga borganmiz siz bilan ham. Rustam aka birga borganmiz. Shunday aytib qoldim. Meni dedi, uyda biz bir plastinka chiqib qoldi dedi. Plastinkami? Plastinka. Chiqib qoldi dedi. Rasul qori Mamadaliyev otamni dedi, yozuvlari bor edi, plastinkasi bor dedi. Chiqqan. O'sha plastinkalar yonida yana bitta plastinka. Otam eshitardi buni dedi. Shuni bir sizga nima qilsam dedi-da, keyin telefonda ko'rdim, tashlab berdim. Abdulla Shoirni 1939-yil, 40-yillar atrofida yozib olingan. Bu paytda plastinkalar shu 2 daqiqa 59 sekund. 3 minutga ham bormaydi, 3 daqiqaga ham bormaydi. 3 daqiqalik bo'lgan plastinkalar. Qalin. Shu yozuvni keyin menga jo'natdi. Keyin Abdulla Shoirni endi biz nimalarini, kitoblarda, manbalarda o'qiganmiz. Abdulla Shoir Nurali o'g'li 1874-yil tug'ilgan, 1957-yil vafot etgan.
u kishi 1935-yil Moskvada bo'lgan dekadaga qatnashgan. Baxshi san'atkorlar, Tamara xonimlar, Muhiddin Qoriyoqubovlar bilan bir qatorda birgalikda o'sha Moskvadan kelgan rejissyorlar yo mutaxassislar bu yerda boshqa baxshilarni ham, nomdor baxshilarni ham, Samarqanddagi boshqa maktab vakillarini ham chaqirgan. Lekin shularning ichidan bilmadim, u kishining ijro uslubi yoqqanmi, endi bari ko'rinishi, ovozi hamma tomoniga qarab tanlab olib ketishgan. Abdulla Shoir o'sha yerda Moskvada dekadada qatnashgan. Ana endi biz Abdulla Shoir haqida gapirdik. Endi u kishini yozib olingan o'sha plastinkada saqlangan ovozini bir o'zaro bitta eshitish imkoniyatimiz bor. Eshitib ko'rsak, keyin fikrlarimiz. Eshitdik. O'ktamjon, Qashqadaryodagi bitta maktab to'g'risida hozir gapiryapmiz, to'g'rimi? Boshqa maktablar ham bor deb aytyapsiz. Shu boshqa maktablar to'g'risida ham, ularning tarixi to'g'risida ko'proq bir qanaqangidir izdoshlari kim bo'lgan, ularni kim rivojlantirgan, shular to'g'risida ham ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Qamay maktabi. Qamay maktabida nima uchun Qamay deyilgan? Qamay nima bilan sabab Qamay bu Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida Qamay degan qishloqda. Shu Qamay qishlog'idagi baxshilar o'sha maktabda asos solgan. Shu joydan chiqqan baxshilar joy bilan bog'liq. Masalan, Sherobod dedik, mana Shahrisabz dedik. Buni Qamay deganimizning sababi shu Qamay qishlog'ida bu maktab vujudga kelgan. Hazratqul baxshidan ham oldin ham katta baxshilar, nomdor baxshilar bo'lgan. Ular haqida ma'lumotlar bor, lekin u kishini ularning ovozi qolmagan. Bizga hozir saqlanib qolgan ovozlardan shu Hazratqul baxshini ovozini bir ijro uslubini ular qachon yashab o'tgan Hazratqul baxshi? Hazratqul baxshi 1920-yil tug'ilgan, 1997-yil vafot etgan. 1984-yilda televideniyada ko'rsatuvga yozib olingan lavhani hozir biz o'sha eshitib ko'ramiz. Shunda yozib olingan. Bu yozuv topilishiga Panji Baxshi Do'stmurodov sababli muxlislar orqali topilgan. Kimlardir o'sha paytda yozib olingan, magnitofonga televideniyadan ko'chirib olingan yozuv 1984-yilda yozib olingan. Keyin yana bir nimani ma'lumotni aytib o'tib ketishimiz kerak. Hazratqul Baxshini termalari, dostonlari emas, aynan do'mbira kuylaridan plastinkasi chiqqan. Bu plastinkani Fayzulla Karomatov ular yozib olgan va o'sha plastinka nimasini chiqarilgan. Unda do'mbira kuylari, Hazratqul Baxshidan do'mbira kuylari yozib olingan. Afsuski u kishi ular endi faqat musiqiy tomonni kuylar o'sha plastinkada chiqqanda do'mbira kuylari, chanqovuz, sibizg'a kuylarini yozib olgan. O'sha plastinka vaqtida o'sha paytda chiqqan plastinkada bor, lekin ovozlari qolmagandi. Biz ham shu Qamay maktabi qanday bo'lgan degan bizda ham savol bor edi. O'sha savolni javobini topdik, eshitib ko'rsak bir fikrlar. Hozir ovozlarini eshitamizmi? Hazratqul Baxshini eshitib ko'ramiz hozir Hazratqul Baxshini ovozlarini. Xatolara boshiya qalaqaray, kuyiblar kirsa tushar chalay. Yetiya yıldana bir mağanay, men bir ağamga yaqin qizay. Yetiya yıldana bir mağanay,
navanoy sen bir yaganayin qilay halaya dimana qaranaroy qavayan mana jivday halaya dimana bizvanoy ma'nayan birov qilay yawni Bağda açılgana tazabila Yuvunçaya sığdana sulmasay Solgana gülgaya canıgaya Bulgula aşnaya bulmasay Hiçbire bendaya ya sendaya Ya bira mendaya bulmasay Hiç bende bir vaga bulmasay Mali bir sayıba bulmasay Halaya dimana qaranaroy qavayanimna jivday Halaya dimana bizvanoy ma'nayan birov qilday yawri Menda hozir bitta savol tug'dida, bularni ijro etayotgan ohanglari menga yangida. Men qator yillardan beri mana boshlari eshitib kelaman, tanlovlarda ular ishtirok etadi, ular mana shu ohangni men eshitmaganman. Mana shu Mana shu ohangni men eshitmaganman ochig'i. Keyin ijro uslubidachi bular do'mbira chalishdan ko'ra dutor uslubiga yaqinroq ijrochilik bor ekan. Shu Abdulla shoirda ham shu sezildimi? Dutorga ko'proq yaqinroq. Dutorga yaqinroqda. Qashqadaryoning Qamashi tumani Qamay qishlog'i. Dehqonobodga yoki Sherobodga uzoq emas, yoki Shahrisabzga yoki Chiroqchiga. Albatta. Hudud jihatdan yaqin. Nimaga endi bular qorishib ketmagan? Ana shu maktab mana shundan maktabligini bildiradi shu. Bir xuddi mana kulolchilik maktablari, kashtachilik maktablaridek, bu ham xuddi shu dostonchilik maktablari bir-biridan kichik jihatlardan bo'lsa ham bari farq qiladi. Ko'proq yaqinroq Sherobod maktabiga Qamay maktabi. Chunki bu kishidan do'mbira kuylar ham yozib olingan. Chiroqchi maktabidagilar yoki Shahrisabz maktabidagilardan biz do'mbira kuy yozib olingani haqida ham ma'lumot yo'q va Chiroqchi maktabidagilarni biz bilamiz. Biz hozir endi keyingi davom ettirmoqchi bo'lgan maktabimiz Chiroqchi maktabi haqida gaplashamiz. Chiroqchi maktabi deganda bilamiz Shomurod boboni ijro uslubini eshitganmiz. Shomurod bobo ham do'mbirani yaxshi chalardi, o'zini ohangiga solib chalardi, o'ziga xoslik bor edi, lekin alohida do'mbirada nag'malar yo'q edi. Yo'q. Lekin Qamay maktabini alohida do'mbira nag'malari bo'lganki, o'shani Fazlilla Karomatov yozib olgan. Bir 10 ga yaqin nag'malar yozib olgan. Shu uchun ham bu maktablar bir-biridan farq qilib ketyapti. Hozir biz endi biz eshitganmiz, lekin teletomoshabinlar uchun, kimlar uchundir eshitmaganlar uchun yangilik bo'ladigan Chiroqchi maktabini, ijro uslubini qo'yib bersak. Endi bitta narsani bu yerda men ta'kidlash lozim deb bilardim-da. Chiroqchi maktabida misol uchun aytaylikki, o'sha Shomurod bobo o'ziga yarasha yangiliklar kiritgan. Ijro uslubiga yangilik kiritgan. Oldingi Chiroqchi maktabiga o'ziga yarasha yangiliklar kiritgan tomonlari ham bor. Bunga sabab bitta. Shomurod boboni endi o'zini aytib, o'tmishini aytib bergan, yozib olganmiz, xabarimiz bor. U kishini o'sha bitta Biyugul degan termasi o'zini kishiga haykal qo'yib ketdi. Endi Go'ro'g'li Turkum dostoni, Nurali dostoni, Ovsardev va Gupsardev dostoni Nuriddin Aminjonov tomonidan yozib olingan. Qanchadir qismlari. Biz o'zimiz ham termalar yozib olganmiz u kishidan. Kishini bobosi, otalari va o'zi hali bolaligida Sibirga o'sha surgun qilingan. Va u yoqda yashagan. Sasha ismi bilan o'sha nima deydi, bolalar uyida katta bo'lganini aytib bergan va u kishi u yerda baribir gitara birinchi do'mbiradan oldin gitara chalganini, bu yerda kishini do'mbiradagi ovoz bilan uyg'unligi bor edi. Bilsangiz, boshqa baxshilardan qaraganda do'mbira bilan ovoz uyg'unligi juda yaxshi chalardi.
o'sha qayerda aytayotgan bo'lsa o'sha tonda do'mbrada chalardi. chalardilar. Chunki u kishini gitara ham chalgani va u kishini Sibirda bo'lgan. Va bizda mana men Oltoyga borib keldim, O'razali aka, Oltoy o'lkasida bo'lgan festivallarga bordik. Oltoydagi biz Qirg'izistonda Bishkekda tanishdik. Oltoydagi ularda bizdagi do'mbira desak ularda topshir deydi. Ularda nimasi qaychi deydi aytuvchisini, baxshisini. Ular aytadigan ohanglar, mana tuvaliklar, ulardagi ovozda cholg'ularda ovozini, qushlarni, bo'rilarni ullashini, yo shuvullak, chanqovuzlarni ovozini qiladi baxshilar. Xuddi shunday Shomurod baxshida ham, Shomurod shoirda ham xuddi shu Sibirda o'sha joyda bo'lganini, muhitda ta'siri bor mana shu ijro uslublarida. Cammaydı çırağının mayları, alışsana kulünalı bilavların bozları. Babacan, babacan, niyetimdi kuşasına ardı bilen kuşları. Aldın nakbildiği avasmanın nuralıday kulları. Can babacan, niyetimdi becergen. Ya babacana hışlagan, aydın 15'i yapıgan dolapta. Babacan, babacan. Qashqadaryodagi o'sha mavjud bo'lgan maktablarning tarixi to'g'risida, hozirgi kundagi davomchilar to'g'risida qisqagina bir ma'lumot berdik-ku. Haligi teatr to'g'risida gapirilganda aytadiki, agar gilamda miltiq osib qolgan bo'lsa, o'sha miltiq albatta otilishi kerak deydi-da. Tomoshabinlarimiz ham e'tibor berib qarab turgan bo'lsa kerak, bu yerda do'mbira turibdi, bu chalinadimi o'zi yo bular ikkalasi suhbatlashib o'tiraveradimi deydigandagi bir nima bo'lyapti. Endi baxshidan ham bir narsa eshitsak-a. Endi bu baxshiga o'tishdan oldin bir ikki og'iz aytib o'tib ketsak, mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo hududiga xos bo'lgan, endi hozir faqat Qashqadaryodagi hududdagi maktablardan o'tib keldik. Sherobod dostonchilik maktabi. Bu aynan shu Sherobod dostonchilik maktabi Surxondaryo hududi va Qashqadaryoni Dehqonobod hududi aynan shu maktab vakillari hisoblanadi, davomchilar hisoblanadi. Men o'ylaymanki bu ko'proq Sherobod ham Surxondaryo, ham Qashqadaryo maktabiga chegarasidagi maktab. Bunga sabablardan biri deb o'ylayman, mana Umur Baxshi Safarovli. U kishi Surxondaryolik Muzrabot tumanidan Dehqonobodga ko'chib borgan. Ko'chib borganda shu Dehqonobodda Qorashinada shu joyda yashab, o'sha yerda shogirdlar yetishtirgan. O'sha shogirdlaridan mana shu Qodir Baxshi Rahimov, Rajab Baxshi, o'sha Qodir Baxshi Rahimovning tog'alari, o'zlari mana shu Umur Baxshi Safarovlidan o'rgangan. Shu maktabni o'sha joyda yoyilishiga, keng yoyilishiga, shu joyda shu maktab vakillarini shu yerda shu maktab paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan insonlardan biri shu Umur Baxshi Safarovli bo'ladi. Juda nomdor, katta baxshilardan bo'lgan. O'sha bularning hammasi tengdoshlari, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Ergash Jumanbulbul o'g'li, Polkan shoir. Bular hammasi zamondosh, bir vaqtda katta nomdor baxshi shoirlar bo'lgan. Endi o'sha paytda bularga qaraganda ular ko'proq nomdor bo'lib, ko'proq tanilishiga ham sabab deb bittasi deb bilamanki, o'sha davrda mana shu 28-29-yillarda Peterburgdan olimlar, folklorshunos olimlar kelib Samarqandda yozib oladi.
nisbatan endi markaz hisoblanganda u Yo'q, yerda. Samarqand ana shu paytda O'zbekistonning poytaxti Samarqand markazi Samarqand bo'lgan. O'sha hududda, o'sha joyda Atrofini yozib oladi. Atrofini yozib olgan. Endi eshitaylik bo'lmasa, Ha, Panjaka. Panjakani ijro uslubi mana shu Sherobod dostonchilik maktabiga vakillaridan biri shu Qodir Baxshini, Qodir akani haqiqiy izdoshlar. Hozirgi bugungi kunda Qodir Baxshini aytgan dostonlari, termalari, nag'malarini aynan buzmasdan yuksak mahorat bilan ijro etib kelayotgan baxshilardan, zabardast baxshilardan biri Panjaka. Ay keldim buram bugün seni alayın, çanağına yetayat kısalayın. Aç yesem bozam gapti gapgay ulayın. O sözlerday bilip söyledim burayım. Tağ başıdan koy kozanı yendirdin. Ağanım boza doyum köngün sındırdın. Ay gırıglını dalgırata mindirdin. Çakalaktı beşiğe de köndürdin. Ya tepegene hatta bulbulay kondurdun. Kaşlarımla aşna bolgan dumburayım. Ay manayımdan alham terim sürtürdük. Ay boynundağı koşatarın tartırdık. Ya köyün menhan kancalap dost artırdık. Ay yelatının köngün algan dumburayım. Ay alham kesem benimle göşürdün. Ay avliyanı körsen kayın başırdın. Ay yekebeyet ustazlarına şagirtay düşürdün. Bu yüzlerde küylep gelgen dumburayım. Toylar çıksa benim evden şaylandın. Bul belinden kılıp haltağa joylandın. Men oylansam sen koşulup oylandın. Ay şıl vatanım bolsa dayım küylendin. Ay men hemen kança joyda eğlendik. Ay menimle hamray bolgan dumburayım. Ay aslı başılardın bolar akılı. Ay bugün boldu kança gaptın makılı. Ay Kaşkadar yaylatıdan kelbedim. Kalıp gittim Mehmet'i baykulim. Çeçen yedi hem başısı şakılı. Saçları da görüşadı kekilim. Ay hamamız hapşirme mektep
vakili başlarda söylep ketkin doldurayım ay hammasiyam aytgan ayni yoshida ay yegan qo'shiq aytdi yeti yoshida ay boshlardan qalpoq bo'lgan boshida ay suhbat qurding yeki olim qoshida yekaviga kuylab bergin dumburay Doston ijrochilik maktablari to'g'risida ozgina bo'lsa ham bir ma'lumot berishga, tarix haqida ma'lumot berishga harakat qildik. O'ylaymanki, biz berayotgan ma'lumotlarni yana bir amaliy ijrolar bilan to'ldirganimiz menimcha foydadan xoli bo'lmaydi, chunki faqat og'zaki gap o'zicha, lekin bu narsani eshitib ko'rib, bir solishtirish yana ham ko'proq bir tahlil qilishga imkoniyat yaratib beradi. O'ylaymanki, endi bugungi ko'rsatuvimizni yakunlasak-da, navbatdagi ko'rsatuvimizda men teletomoshabinlarga aytib qo'ysakki, navbatdagi ko'rsatuvimizda biz Surxondaryodagi ijrochilik maktablari to'g'risida fikr yuritishga harakat qilamiz, suhbatlashishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar.